Assalomu alaykum, hurmatli kabutar ishqibozlari. Tinchmisizlar haminglar, xonadonlar, musofir devchilar ham charchamay ishlayapsizlarmi, tuzyapsizlar? Mana sizlar uchun bir qator yana o'sh kabutar bozorini обзор qilib beraman. Ko'rib tomosha qilib maza qilinglar. Добрый день, господа голубоводы. Сегодня мы с вами опять в голубином рынке города Ош. Приятного всем просмотра. Mana malla kaptar ham mana toza kaptar ekan. Xurshidbek sizniki bu malla? Meniki assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz buni? 4000 so'm deyapman, shuni beraman. 4000 so'm qirg'iz puli. Qashda $50 ekan. Oqlar nech puldan juflar? Ular 20 ming. Qashda $220-230 dan ekan. Telefon nomeringizni aytib yuboring. 552 10 23 40. Qoralar nech bu qoralar? Qoralar 5000. Qoralar ham $50 ekan. Nori yaxshi nor ekan qorani. Endi kallasini ustidan ishlab qo'yish kerak ekan. Jiyaklar, tumshuqlari toza ekan gaplar. Norini. O malla kimdan kaptar? Kimdan? Narxlarni aytib yuboring. G'ulom aka siznikimi o mallani? Chiroqli nor ekan. Bor aka, bunga qilasiz. Nech pul deyapsiz buni aka? 8000. $100 ekan tashli kaptar. Yaxshi kaptar ekan shu malla kaptar ham. O'zi ko'rinib turibdi, kaptar yaxshi kaptar ekan. Chilurov kaptar malla, Chilurov mallalarimizdan ekan. Malla golub, chilina kровь, chilina mast. Bizgami? Novvat bor ekan, ha? 4,5 so'mga beraymi? Bular meni o'zimning kaptarlarim. Qiziqqanlar bo'lsa meni o'zimga telefon qila olasizlar. Narxini yaxshi yapib Novvat moda. Kelib turinchi qoramadi. Turbachilar. Turbachilar kimdan turbachilar? Nech puldan ekan bular? 1000 so'mdan. Jupimi yo donasi? Donasi. Telefon nomeringizni aytib yuboring. 998 74 74 74 74 74. Turbachilarga ham qiziqqanlar bo'ladi. Bular ko'proq hozir statniy bo'lib ketgan. Biz turbachi kaptarlarimiz o'zi tozalari oyog'i galanovka bo'ladi. Dumlari 33 tadan bo'ladi. Jiyaklari ko'k bo'ladi, ko'zi qora ko'z bo'ladi, toza ko'k turbachilarni. Bular endi chiroqlashtirilgan variantlari, statniy bilan aralashtirilgan.
Ovoz bering. Tog'a bitta karobka bering-chi. Oq pochtig'i normi? Nor. Siznikimi bu? Mana onasi moli. Necha pul bo'ladi jupun? 5000 so'm. Telefoningizni aytib yuboring. Telefonim 755 13 1388. Oq pochtig'ida olib ishlasa bo'lar ekan, ishlaydi. Mastarchik bu buni. Anjanda ham chiqadi. Yaxshi kaptar ekan shu oq pochtig'. Oqlar kimdan ekan oqlar? Kimniki oqlar? Egasi yo'q ekan. Ana toping kattalar zo'rlarini. Qizil to'sh normi? Ha, nor. Kimdan ekan? Norlarni ko'ring. Mana yerda norlar mana. Qizil to'sh kimdan? Bizdan Necha puli? $300. Salmoq oldini qilib qo'yinchi kaptar haydaychi. Qizil to'sh yaxshi kaptar ekan. Yaxshi kaptar. Nor ekan. $300 ekan. Yoshi necha yosh bu kaptarda? 3 yosh. 3 yosh. Sal kattaroq bo'lsa kerak, 3 yoshdan katta. 3 yosh deb oldi. Yoshi kattaroq kaptar. 4-5 yashar bo'lsa kerak. U yaxshi kaptar ekan qizil to'sh. Nomeringizni aytib yuboring, shef. Nomerni ayting. Nomerni ayting, bola. 59 bilan 00 01 07 ekan. Qiziqqanlar bo'lsa so'raverasizlar. Mana onisi modasimi, mana berigi, normi ham. Bunisi necha pul? $200? $200. Avtonom aka mana tevada ham bor. Bu tevadagilar siznikimi ular? Yaxshi kaptarlar mana tushishni boshlabdi. O hakkalarni ko'ring. O eski urug' bor. Mana urug' hech kimda yo'q urug'. Mana. Bu eski o'zbek zot kaptarlar. Sal haydab qo'yinglar shu oldiga. Anjan. Moda anjan 100 yillik naryoqdagi narsa. Shu ona chinni kaptarlar aytyapti. Kaptar eski o'zbek kaptarlarimizdan. Naryoqdagi narsa. Qizil hakkalaringiz ham yaxshimi? Betidagi qizili bo'lish kerak emasda hakkalarda. Ko'tini tagida ishtoniga qaranglar. Kaptarni kallasi bilan ko'tini tagi, dumlari, qanotlari, uchalari toza bo'lish kerak, oq bo'lish kerak. Bu qizili iloji boricha chubini oldiga oxirigacha chiqish kerak qizil hakkalar, umuman hakka kaptarlarimiz. Tashlarga e'tibor beringlar. Betida ko'klari, qizillari, chotini orasidagi qizil ko'klari yo'q bo'lsin kaptarlar. Mana mashina hakka toza ekan, endi bu chubini orqasidagi qizili chubigacha chiqqan bo'lish kerak. Oldi ochiq ekan buni, oldi ochiq bo'lish kerak emas hakkani. Bori shu endi bir qota tozalashga harakat qilishimiz kerak. Bu gapda xafa bo'lmanglar. To'g'risini aytib qo'yayapman. Harakatda Tozalashga harakat qilishimiz kerak kaptarlar. Mana qizil to'sh zo'r ekan, zo'rni zo'r deymiz. Eski urug' qizil to'shlardan ekan, kalla ko'zlari kaptar savsem toza ekan. Qiziqqanlar bo'lsa ko'ringlar mana. Ishlaydimi bu kaptar? ishlaydi. Garantiyasi bor ishlar. Ishlaydigan bo'lsa yaxshi ekan. Endi buni alohida oladigan kaptar ekan, o'zi endi buni ola olmayapmiz-da. Sal haydayman qoldirib vaqt. Kaptarni ko'rsatay desam, o'zini ko'rsatyapti. Tanishib oladi kaptar o'zini. Haydayman. $300 dedinizmi onu? $300. Onu da gene şu Şuraya.
kelishtirib beraman. O'zim yaxshi ko'rgan kaptarim o'zimda yurgan. Zo'rlar. Odam tushmay qo'ydi. O'shacha abduq qildim. Ash qizil to'shni oling-da, qizil to'shni. Yo'q, qaramaydi. Onalar oqara. Ona oqarmaymi? Mana shu oqarmaydi. Boshqa dog'. Ey, og'ayni, ko'rsating yaxshiroq o'sha kaptarni. Qizil to'shingizni oling. Men o'zimga beraman. Siz oling. Assalomu alaykum. Sizlarga bir qator mana o'zbek kaptarlari, Andijon zot kaptarlaridan qizil to'sh kaptarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Kaptar mana bozorga chiqib, kaptar kuchli kaptar ekan. Mana ko'ringlar kaptarni oldida. Abreskalar kaptar hozir ekan. Kalla ko'zlarga e'tibor beringlar kaptar. Mana qurushuq kallalari. Qiziqqanlar bo'lsa, qizil to'shga qiziqadiganlar bo'lsa, olsanglar bo'ladi. Shu limonlarni qo'shib qo'yish kerak ekan kaptar. Kaptar kuchli kaptar ekan. Ayparlari ham yo'q joyda ekan kaptar. Orqalari mana ko'rsanglar bo'ladi, toza. Qarasan bu kunlar.